Men ötkende sizge degen bilim aşırış işleringizni bijirip koydum. Bir ay içinde doktorxonaning xizmatlarini xulosalab, men iştiyarlik qilsangiz bo'ladi. Berna siz bilan bilim aldım. Cesur. Öyünün işlerine yanında aralashma. Her kişi öy işlerine çarkiye varsa anca yaxşı emas. Gepimni tushundingizmi? Chiqsangiz bo'ladi. Dadam rastlaşta qilama. Anlasam, Po'latlarning liderining o'g'li ekan-ku. Unda osli bo'pti. Undaq bo'lsa o'xshamaydi, xislat. Nemisi o'xshamaydi? Hey. Tag'am shuning qarshi turgan gap. Sening bu jasurdek bo'lib qilishingni xohlamaydi-da. Sen a shirkat kotib bo'g'ing bilan ma uyda tag'amning bir talla orzuli qizi. Shuningga tag'am qattiq qarshi turgan gap. Bu nim deginang? Ha deb basam, kim Po'latlarni to'y qilma debdi? Hammasi sen uchun yaxshi. Men uchun yaxshi? Men uchun yaxshi bo'lsa, Sarang Akbar degan advokat bilan ko'rishga vatamsizlar? Nima? Akbar bilan? Akbar bilan ko'rishib keldingmi? Boshda o'rlashtiribdimi? Dunyoda eng xo'shang yo'q odamlar ko'rishib kelding degina. Hey, paranglaringlar toz qizg'andi ha. Dadangizning sizlarni azqirichi pul uchun emas deb qildi. Bu yerda cho'qim bir ish bor. Uning obdan qaranglar. Bu ishchi bir sir bor. Sir? Sir. Nima? Sir? Nima sir? Xislat shunaq deydi bu. Ama men chiqib kiray. Ma'qul. Bu zodi nima sirdi? Satacha, Ha? buningdan bek ehtiyot qilinchimi? Nimdan ehtiyot qilma? Boya sizning dadamlar paranglashganingizni hammam o'g'irliqcha anglab oldi. Bunda boshqalarning gapidan o'g'irliqcha anglab qanday oldi deyman. Yentiq Parizatdan ham telefonmi qildi? Asli mundaq ekanda hech qisi yo'q. Bu ishlar degan bizning oilaga nisbatan kichik ishlar. Nima? Shunday qis qanday oldi? Haqqancha bir oilaga ishlar bo'lgan taqdirdimi? Bir-birini hurmatlash kerak-ku. Hech qisi yo'q. Aldirmay ko'nib qolsiz sonib. Jimi? Mushundaqmi oila bor ekan-sa? Hay. Cesurlardan izlab qo'yinglar. Opa. Barba. Canım kızım ketimiz. Opa qo'yib qo'ysin. Ketmayman men. Berna, siz men ochiq yutib yetib qolsin demoqchimi? Ha? Jurib qaytmiz. Opa, men ketsam hammamiz qoldirib, hammamiz yo'qamamda opa. Asta. Berna qizim. Ha dada.
kim bilan paranlashyapsiz bolam? Bir tunish uchrab qolgandi. Bo'pti, kiravering. Ma'qul dada. Nima dedingiz? Sir? Siz dadam bilan birlashib zat nima ish qilmoqchi? Uchimizga vafosizlik arznoma sunishmi? Shuni ichira shundaqmi? Nimalarni deb yurasiz qizlar? Bunday ish yo'q. Nima ish oz emas, jiq emas 3 oy. 3 oydagi nima ish bo'ldi? Dadam Oyshem degan ayol bilan to'y qilamda. Masalani o'zingiz emas, boshqalarning nuqtasi turib o'ylasangiz, ondan ishni tegi yetalaysiz. Mening dadamning ishlarini berish huquqim bor. Shuni sizdan so'rayapman. Dana. 3 oydagi nima ish bo'ldi? Nima ish bo'lganini men bilmayman. Lekin mening his qilishimcha dadamlar cho'qim sizlardan bir şey yoshiryapti. Siz rostini bilmamsiz? Olimkam sizning dadingiz turib, siz bilmagan edi, sizga demgan edi, menga demda. Men nima bilaman? Men bilishim kerak. Bundaqda dadingiz nima qildi shuni qiling. Shu chaqda olimkamning nima o'ylayotganligini esga ketasiz. Cesur nima ish qilayotgandi u? Telefonmi qilmadi ya? Men rost xafa bo'lib qolganman. Ajab. Ha, kiraqan. Sizni chaqiryapti. Kim u? Hammam Ammam nima chaqirtgan? sizni kechki tomoq tayyorlik qilsin deydi. Ha, nima? Kechki tomoq tayyorlik qilsin? Ha-a. Men qilamkanman? Ha-a. Bu Amma, tomoq yetyapmisiz? Ha, voy Berna. Bugundan boshlab bu kunda kechki tomoqqa siz yordamchisiz-mi? Ma'qul. Biroq men tomoq yetamaydim. Nima? Tomoq yetamaydim. Qiz olib turibmi tomoq yetishni bilmamsiz? Ha, men sizga o'rgataman. Ma'qul. Men sizga bir hafta tomoqni yordamlashib etib berman. Onundan keyin bag'u dadangizga o'zingiz mustaqil tomoq etib bersizmi? Nima? Men yetamdim, yog'uz. Voy balam, bu uyda siz yolg'iz kelin tursangiz, siz aytmay kim etadi? Ma'qul amma. Hammam tomoq yetishni o'rganishim bir hafta ketamdi. Achamdan xizmat yo'q qolgandan keyin cho'qib tezligini oldi. Men bu qanday bo'laman? Men milliy tomoqlarni ancha yaxshi yetamaydim. Voy, andaqda siz g'aribcha tomoqni yaxshi yetadigansizda balam. Ajab yaxshi. Mening bag'u qarang, bu g'aribcha tomoqni yegim kelib turadi. Bugunchi menga ayt bo'ldi ham bo'ldi. Xurishkan bo'lsa, men bozorda akirib birman. Andaq bo'lsa bag'u, bugungi kechki tomoqni siz aytdingiz hamsa? Bichar Barla. Qandoq qilayotgandi?
Baba. Apa keçirim, menam sizni ansiratkim yo'q, shunga nima amal. Apa men yordam qilsangiz bo'lmadi, tomoq iton deydi meni. Balam, Berna bir narsa olaman deb chikatgandi, hech kirmadim ha? Uxmadim ammo kirmadi-ku. Ay, bu tomoqni qachon etib, qachon pishiray? Osh. Ay, qachon etib pishasa, dasturxon jigidek bir narsa achiqsiz bo'ldi-ku, ha? Ben qaytib geldim. Gülzar. Ketkin mi bunlar? Amma, ben görüşdüğümde turayım mı? Voy canım balam. Voy g'aribcha tomoq yemak shutuq emasmi? Voy saqlab boqayli. Ha, kela. Diga hamma nima g'arib cho'p ketib bordi-ku. Oy, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bir ish bo'lmaganda nimda jimib ketdinglar? Bernacığım kökte dağıl ketken kirme otudu. Voy, o'tib kirmagan bo'lsa, tomoq qachon yeyamiz? Ay, u ko'ktatni cho'q qara, etizliq terib, pishqan uzib akildiga o'xshaydi. Tomoq pishdi bu. Oy. Voy aka, kelning vaqu ko'ktat ag'ilchi ketgan. Hay, saqlapa inkimiz tushib qolay dedi. Hay bolam, menga kirib sizni gurishdimligash turing ha. Maqul. Qo'zg'alib ketgandi danglar. Ha. Bo'pti. Gel. Hozir kelib qola. Saqlayli. Oy, saqladik aka, saqladik. Qachon keling? Қалғач маркалық сопын парашюги вәтіп әркін шығырызы. Voy, nemening? Кірнан. Қалғач маркалық сопын парашюги. Мен Dilkan Xalqaro Suv cheklanish shirkati tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimadi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Apa, ağır qildim sizni. Voy can. Rahmat canım apa. Voy, qarang, yo'lda chu mashin bek to'sib ketib, qarang, kechikib qoldim qizim. Uyda saqlab qolyapman, men kirib ketdim ha. Rahmat apa. Voy, balam. Undidarda bor-ku, sizga etish usulini men avak beraymi? Maqlanda. Xo'sh. Voy, oldirmay menga. Ma bo'ldi. Bichara qizim. Voy, Jasurma? Atiq ishdan tushmadingizmi? Siz uyingizga bir ketgansiz bo'pti ekan. Barnachi hozir sizlarning o'ydikidagi tomoq etyotdi. Siz Barnaning tomoq etamaydiganini bilsiz-ku. Siz tezroq qaytib keling. Bo'lmasa hammangiz Barnaning tomoq etamaydi deb ayblab ketmasin. Tezroq qaytib keling, siz bo'lsangiz uning yuragi to'qroq turdi. Bilamda? Ma'qul xo'sh. Shu hamma men shu yaxshiroq qilay deb o'sab qoldik. Tomoq etidiq odam o'zingiz. Sizning deganingiz yesa bo'lar. Qizinglar bek ichkatdi yaxchana. Kiyam, birdan tayyorladim. Tomoqning turlari o'zgardi ekanda. Voy shu. Osonroq suiqashtlar asli bo'ldigan nima? Bir muncha xurishni zoya qildigan bo'ldi-da. Undan so'ng men kirib ketdim, tomoq pishib chaqiringlar. Men qo'lim shu. Tomoq pishib chaqiringlar. Ha, chaqiramiz. Bo'ldi. Herkes bilib qolmasin, xana. Chu. Hadi.
yaxshi tomoq pishimdimi? Mana. Mushni yemlik emas. Voy, bizning uchun qo'sqimiz ichib tortishib ketdi hozir. Bo'shroq gap qilinglar. Birni anglab qolmasin yana. Aka, o bu gaplarga parvo qiladigan bo'lsa, bunda qilmaydi. Ammo rostlaydi. Yengem derma, hammaga beparvo debdik. Ay. Barno, singlim tomoq pishdimi va qo'saq bek ichib ketdi. Ha, mana acha tayyor bo'ldi. Salatni chiqardim. Ay canım. Ha mana. Bek so'qitdim ha. Nima? Rak qo'rbi. Hadi. Dana, sizmi kelar? Tomoqlaringiz o'xshaganda qiladi singlim. Yenim bormi ya? Shu poshkal qilay degandim, uyda qaymoq yo'q-ku shunga. Shu qaymoq yo'qdi. Ha, o nurg'un maskan qo'ymush. Qani, o'zingizmi kelar bo'lar? Sho'rib qantim dadam achqay. Yegashrolar, ha? Bu bor gap. Qani, olaylar. Belgilovlar tomoq yeydigan bo'libdi. Aka, mana igna. Bo'ldi. O'zang. Mana. Ham senlar yanglar. Demak, amroq qo'yinglar amma. Parvarni yemaydigan narsa yo'q. Ha? Yili sal issiq qilib bir narsa qilib beray. Voy, ma'qul aka, ma'qul. Ha, Nima shay? Voy, oldi bil men bir gap beqinglar. Men mana yebiray. Ha. Chatliklar mushunda tomoq yeydiganda. Shunday xushman. Balkim. Öyde bir piyalam yetkimigen bala o ög berip çık kazan beşik 10 çeki optu dese. O en kilim buluşunu bir gün unuttu. O adam açıkta yerlay davası külüvatsız o. Cesur. Nimqatsiz. Qaytib ketamiz. Men ketmayman. Men ketmayman dedim. Bunda joylik qilsangiz. O'ydiklar tomoqqa qilsapti. Keta oldingizmi? Shundaqmi o'zimni o'ylsam bo'lmaydi-da. Agar siz bo'lgansiz o'ydiklarni undashib samg'an bo'ldik. Berna! Sizmi ketmang? Sizmi shu turib amiz meni qo'g'dan. Qarang qaysarlarni shunday yaxshi muomala qilish hech kim uni ishga salamaydi-ku. Qap qiling. Meni qaysar bilan selishtirma. Bo'lamda? Hadi. Ha. Oldu. Cesur. Bunda qarsam, dadam 3 oydan keyin qilgan ishi Oyshan bilan to'y qilish o'xshaydi. Dadam rost shu ayol bilan to'y qildi-ku. O'ylab baqmamsa, dadam nemishqa hamma ishni 3 joyga o'rlashtirib oldi. Nemishqa buncha tuyuqsiz o'zgarib ketadi. Diqqatli qallamda o'tmayapti. Senchi-chu?
Yaxshimisiz Alimka? Direktor. Sizkensiz go. Mening ismim Pulat. Ha? Mening ismim Pulat. O'tganda siz so'ragan vaqtda jiddiylash ketib, deyishni unutib qolibdim. Ha. Shuning bilan birga kechirim so'rag'ach bir kelib ketay deb kelishim. Bo'ldi akamsa. Keyin ko'rishamiz. Men qaytay. Ha, to'xtang. Bu kashda mahallimizga kelishingizda yana boshqa bir sababmi bordi? Yo'q, boshqa sabab yo'q. Shu o'tganki uqishmasliklarni bir tugitib o'tay deb kelishim. Bo'pti. Direktor. Ayni vaqtda xislatga nima ishga undan muomala qildingiz? Bu hammasi bir uqishmaslik. Uqishmaslikmi deyli? Demakchi bo'g'inim, bir umdan ishlayotgan ilg'or bir xizmatchingizni tuvanga tushirayotganingiz nimasi deyman? Bu mundaq Alimka. Bu kichikdan bir uqishmaslik qarang hozir bir shunday yaxshi yutatimiz-ku. Ha? Yaxshi yutyapmiz-da. Anda o'zi siz xislatni izlab kelib ekansiz-da. Voy. Shunday. Necha yosh kirdingiz? 36 ga. 36 ga. Bola bordu? Ha? Voy, aka men to'y qilmadim. 36 yosh kirib to'y qilmay nada judingiz? Mundaq gap, Po'lat. Biz rost gapni qilganda sizlarning xilinglar emas. Rost gapni qilganda sizlardagi yuqori tabiqa odamlar bilan qudilishdan qo'rqib qoldik qara. Shunga xislatni avar qilmasangiz, xislat o'zimiz sizni yoqtirmaydi danga. Bu xislat o'zi ishtadimda? Aras, bugun kunduzda sizga sal qo'pol muomala qilib qo'ydim. Sizmi ko'nglingizga olib ketmang, ha? Siz bir shirkat direktori bo'lgandan keyin xislatga nisbatan shirkat xodimlariga muomala qilganda qilsangiz bo'ldi. Ma'qul bo'lsa, yo'lda mangsangiz diqqat qiling. Ma'qul. Dadam nima o'ylayotgandi edi? Bilgan bo'lsam bek yaxshi bo'lardi. Shu bilmayapman. Tek arz qilishlari, tek qamlashmagan eliq kelish shartlar jo'daxi. Bernan otani soldi, shunchalik tanqis qilyaptimi? Ay, men texnik sarang advokat bilan ko'rishga chiqdim. O'ylasam ochiqdan yerilib ketayli deyapman qara. Voy, tek azroqli qarshi tursam, sudga arz qilaman deb qo'qoq selyapti. Dadam nemish buncha tez o'zgarib ketgandi deyman. Seningchi dadamning bunday qilishi shu ayol uchunmidi? Meni shundamiki? Bo'lmas dadam shuncha tez o'zgarib ketamda. Tek 3 oy ichida, bu 3 oydan keyin bular rostla to'y qilamdi nima? Navoda dadam rostli shu ayoldan to'y qilib qolsa, sen qanday qilsan? Cho'qim qarshi turma. Hayat kendi bergeynu Gözün tolgan bilen yaşta Gözün tolgan bilen yaşta Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşta İşin urgan bilen taşta Sana şunda köyünü diken bu bala. Vakti toyunu kısan mı bu? Açığın yanmak ha.
Yaqay aka. Hazır çıkıp oturtunuz mu? Tamam kılmayalım. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Voycan bu ne dedi? Öyle bir anlaşmayı ne koymuşlar? Oturun ha. Bulmasa başınızda kıpla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda içimi sıksa. Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsın. Sıkıldım lan. Vay aca. Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her şey. Beraber çalacak. Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş berelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu ağır yükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, namisdan balang bu. Burada. Ya. Oğlu mu yıkılamdı? Ha? Agar bu uy sotsanglar, men uyga chiqdiman. Dada, ko'kam bilan uy bilan bizga yuramsa? Dadanın aldı bir xalt pul tashlab bersanlarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Daha gözünüzü açma. Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür damam yetkeyimiz yükselen yaşaşma. Yükselen yaşaşma. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşma. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşma. İnaklık gevheri kaldı şit kızbarma asraşma. Yarındaşlar mı asraşma. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel bu yüzü de dal bulsun o ay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel dur yüzüne dal bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat hayat ve mamut. Her türlü memnunluk bulsun barışıga. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esingdin
ketmesin şu oddiy savol. Qismatlar hammaga o'xshashla qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxt qanoat, esimdan ketmasin shu oddiy savol. Esimdan ketmesin şu oddiy savol.